Assalomu alaykum qadrli do'stlar, omonmisizlar, tuzukmisizlar? Bugungi sud jarayoni atrofida nimalar ro'y berdi, ana shu to'g'risida ozgina bir fikrlar yuritamiz. O'rtoqlar, ko'rdinglar, bugungi sud jarayonida odamlar, xalq yig'ildi. Sud binosi atrofida turli joylardan tashrif buyurishdi. Furqat tumanidan tashrif buyurishdi. Albatta, ayblanuvchilarning tarafdorlari bor edi. Jabrlanuvchilarning tarafdorlari o'tgan gal kelgan yig'ib keltirilgan chollar bor-ku, ular ham bor edi. Faqat bugun indamay turishdi, dam ichiga tushib. Xullas, yig'ildi. Odamlar sud zaliga kirib bordi, o'tirdi va soat 14:00 da boshlanishi kerak bo'lgan sud to'xtab qoldi. Payshanba kuniga soat 10 ga qoldirildi. Nima uchun? Aynan soat 14:00 da jabrlanuvchi nomi ostidagi, ya'ni Gulchapchap tomonidan va uning bugungi komandasi tomonidan o'zaro til biriktirgan holda sudga telefon qilib, 2 da boshlanadigan sudga soat 2 da telefon qilishyapti-da, biz bora olmaymiz deb xabar berishyapti. Odamlarning yarmidan ko'pi zalga kirib bo'lgan, hech kim bilmagan sud bo'lmasligini va sud to'xtayapti, albattaki jabrlanuvchi tomonlar bo'lmagandan keyin borib. Bu yerda Gulchapchap ham yo'q, soliqchi ham yo'q, Qurbonali. Atrofidagi mana bu 4 ta bloger ham yo'q. Hech kim yo'q. Bular soat 14:00 da xabar beryapti, bormaymiz deb. Mana vot sud boshlanishi kerak bo'lgan vaqtda aytyapti. Oldinroq aytib qo'yish, biz bora olmaydigan bo'lib qoldik degan narsalarni aytish yo'q. Bularning advokati ham mana shu jinoiy unsur, mana bu xavfli unsur, mana bu halqa ichida shular tomonidan shularga yon bosgan, shularni chizib bergan chizig'i bilan yuryapti va hech bo'lmasa bu yurist advokat degan nokas ham endi uzr hammaga tegmasin. Ey birodarlar, oldinroq aytib qo'yish kerak, oldinroq xabardor qilish kerak degan gaplarni aytmasdan shundoq o'sha plan bo'yicha, o'sha reja bo'yicha ish tutilyapti. Xo'p, bular bilmaganmidi oldin kela olmay qolishligini? Yo'q, juda yaxshi bilgan. Prekrasni bilib o'zaro oldindan til biriktirishgan. Bu nimadan ayon bo'lib turibdiki, bugun ertalabdan beri Sirojiddin Media, Siraj, ya'ni u og'izda rezinkasi yo'qda, uni tupoyligi bor. O'zi postlar qo'yib yotibdi. Soat 2 da surprizimiz bor. Maza qilib boryapman-da deb kulib izdivatsiya qilib o'tirdi. Bular sud bo'lishidan bexabar, sud bo'lmasligidan bexabar deb kulib yotibdi. Endi shu o'rinda do'stlar bir narsani aytib o'tib ketay. Mana shu gaplarimdagi eng jiddiy nuqtani aytib o'tib ketay. Bu to'da Gulchapchapning atrofiga, ya'ni Gulira'no Qosimovaning atrofiga yig'ilgan to'da bular xalqning ustidan izdivatsiya qilib, kulib tashashdi. Qo'pol qilib aytadigan bo'lsam, chichib tashashdi. Odamlarni ko'zini shamg'alat qilib, miyalarini chuvalashtirib, haligi masxaralab tashlashdi. Nafaqat xalq, ichki ishlar tizimini ustidan mag'zava ag'darib, masxara qilib, haligi ruscha endi aytaylik, shu yetib borsin haligi joyigacha izdivatsiya qilishdi. Mana endi hozirga kelib bular sud huquq tizimi sud ustidan kulib qotib izdivatsiya qilib tashayapti. Nagli ko'ndalang qo'ydi. Sudga ham qo'ydi, ichki ishlarga ham qo'yyapti. Umuman olib qaraganda davlatga shundoq o'zlarini izdivatsiya harakatlari bilan qo'pol qilib tushuntiradigan bo'lsak, ko'ndalang qo'ydi. Bugun bu narsa ayon bo'ldi. Ochiq, oydin kulib izdivatsiya qilishda davom etyapti. Mana bu payshanba kuni soat 10:00 da sud belgilangan ekan. Bir narsani aniq aytish mumkin bu yerda. Agar yana bir bor kelmaydigan bo'lsa, bular sudga ularni majburiy olib kelish bo'yicha chatanoqlarini yirtib, oyoqlarini, qo'llarini bog'lab, bosib olib kelishga buyruq beriladi. Va ular undan keyingi sudga oyoqlaridan osiltirilib olib kelinadi. Endi bu yerda bitta muhim jihat bor. Muhim jihatini aytmasak bo'lmaydi. Bugun sudga
Feruza Jo'rabekovna bordi. Bu ham videolar qildi, mana ko'rdi odamlar hammasi. Feruza Jo'rabekovna borgan joyga antikorrupsiyachilar ayniqsa bora olmaydi. Bu aniq gap. Ya'ni antikorrupsiyachi, ya'ni antikorrupsiya ommaviy axborot vositasi deb nomlanib olgan mana bu kazzob firibgarlar bora olmaydi. Jahongir To'laganov, Otabek Hamidov bular qadam bosa olmaydi. Chunki antikorrupsiyani barcha ishlari bo'yicha Feruza Jo'rabekovna biladigan ma'lumotlar u hech kimda yo'q. Boshqa hech kim bilmaydi. Antikorrupsiyani ildiziga bolta uroladigan shaxs bu birgina Feruza Jo'rabekovna. Chunki u birga ishlagan boshida, ya'ni dastlab ular birga bo'lishgan. Faoliyatlarini birga boshlashgan va bor sir asrorlarni etdi bo'lgan harakatlarni yu tarixini hammasini Feruza Jo'rabekovna biladi. Menda shubha yo'q, Feruza Jo'rabekovnada bu mana bu sharlatanlar ommaviy axborot vositasiga nisbatan yetarli qadar ma'lumotlar borligiga shaxsan menda shubha yo'q. Va bugun ko'rib turibmiz, Feruza Jo'rabekovna ziddiyatlashib, bu shaxs mana firibgar qallob to'daga qarshi vijdonan kurash olib boryapti. Sudga bordi, ular kela olmaydi. Qadam bosa olmaydi. Endi mana bu Siraj Media va ana Otabek Jo'rayev degan nokaslar ham hammasi birga til biriktirishib, bugun sudga kelmaganligini sababi shu. Lekin ular otdan tushsa ham egardan tushmoqchi emas, kulib izdivatsiya qilib o'tirishibdi. Hali bu kulgularing uchun ham javob berasan senlar. Bular do'stlar o'zlarini boshiga konkretni balo talab qilyapti. Bundan ortig'i bo'lish mumkin emas. Yosh katta otaxonlar, yosh katta onaxonlar, haligi bugun ayblanayotgan tarafdan nima deydi, aziyat chekib borgan o'sha yaqinlar, qarindosh urug'lar, sinfdoshlar, o'qituvchilar, haligi ustozlar, qo'shnilar, hammasi boryapti-da, o'sha ikkita xodimni nima deydi, o'shani tarafida haligi nima qilgani, himoya qilgani, ya'ni qaysidir ma'noda ma'naviy tomonlama qo'llab-quvvatlagani borishyapti-da. Endi anu Jasur Rasulov degan o'rinbosar, u o'sha paytda haligi reyd bo'lgan paytda kelganiga endi 17 kun bo'lgan ekan. Bu haqida aytishyapti. 17 kun, ya'ni hech kimni tanimaydigan odam u. U Gulchapchapni ham tanimaydi, soliqchini ham tanimaydi, o'zini xodimlarini ham hali to'liq tanib ulgurmagan-da hali. Ya'ni adovat yo'q o'rtada, bir shaxsiy biror bir kelishmovchilik bo'lish mumkin emas bo'lgan holatda 17 kun ichida qamalib ketyapti. Mana shu darajadagi ishlar bo'lib ketgan. Endi mana bu Feruza Jo'rabekovna sud binosini oldidan to'g'ridan-to'g'ri efir qildi va odamlarga so'z berdi. Har ikkala tomon chiqinglar dedi. Bu yoq tomon endi gapirdi. O'tgan galgi ana chollar to'dasi ular miq mana turishibdi-yu, gapirsin bular ham endi. Gapirsin, qani savodsiz deyatdi-yu deb odamlar murojaat qilib haligi nima qilsa, indamasdan og'izlarini chakagini yopib turishibdi. Mana bu sharlatan to'da o'zlari yig'ib olib borgan o'sha otaxon, onaxon, kimlardir qariyalar uchun ham turib bermadi-da. Ularni olib borishdi, provokatsiyalar qilib, bular yana borib olishgan. Главный ssenaristlar yo'q. Bosh roldagilar yo'q. Mana bular podstava bo'lib qolib ketdi-da hozir sud binosini oldida. Bu yoq tomon qani gapiring. Hali ham bu yoq tomon madaniyatli va ziyoli qatlam ekan. O'qituvchilar, ustozlar, o'qitganlar, o'sha ota-onasi ziyoli odamlar, qaynotalari, qaynonalari hammasi ziyoli o'qituvchi odamlar ekan. Mana shu rahbarlarni o'qitgan, shu kunlarga yetkazgan. Hammasi borishyapti. Agar mana shular provokator bo'lib, haligi jahlga hay bermasdan ish qilganda edi, ani chollarni yorib tashlash kerak edi bugun. Kecha o'tgan gal san nima deding deb. Yo'q, gapiringlar deb yumshoq gapirib, chiroyli gapirib, madaniyat saqlab turishibdi. Birortasidan biror ishkal chiqqani yo'q. Ko'ryapsizmi gap nima haqida? Ya'ni biz provokator degan paytimizda nimani nazarda tutdik? O'tgan safar bu blogerlar tomonidan atay provokatsiya qilindi. Yollanma odamlar yig'ib olib kelindi-da, o'shalar tomonidan mana bunaqa junbushga keltiruvchi harakatlar bo'ldi. Bugun esa 100 ta odamdan ortiq odam yig'ilib o'tiribdi.
o'sha qarshi tomon o'tgan safar nojo'ya gaplar gapirgan tomon ham turibdi, ularga qarshi birorta noqonuniy harakat yoki jahl ustida harakat yoki ularga qarshi bosimlar kuzatilgani yo'q. Shundan ham ajratib olish mumkin kimligini. Mana shundan keyin ham agar ko'zi ochilmasdan hali ham ana Gulchapchapning avratini himoya qilayotganlar yaqinda tomosha qilasan sen. Bular o'z boshiga qanaqa balo sotib olganini va talab qilib o'zlari talab qilayotganini, o'zlari balo ishlab olayotganini yaqinda tomosha qilasan. Bularning hammasi bu shundoq qolib ketadigan vaziyatlar emas. Ana shu narsani bot mana gapirib keldik. Bu xususda mana bu sud jarayoni xususida ham bugun mana rezultat bo'yicha bir ozgina fikrlar bildiray dedim. Kulib o'tirgan Siraj Media. Mana maza qilib yuboryapman-da, bular sud bo'lmasligidan xabari yo'q. Bularga syurprizimiz bor deb ertalabdan biri haligi alam ustida kulib o'tirgan isqirt. Ano ruschada bir gap bor. Смеется тот, кто смеется последним deydi. Ya'ni oxirgi kulgan odamning kulgisi hisob bo'ladi. Sanlar jirillama uni qilib. To'g'ri. Hozir bular keyingi sudgacha endi nima qilamiz deb hozir rejalar tuzishyapti. Bularni miyasida nima kechayotganini bilamiz-da. Qanaqa o'y xayollar, rejalar kechayotganini bilamiz. Bular hozir o'sha planlashtiryapti. Xo'p, keyingi sudga endi nima o'ylab chiqaramiz? Nima topamizki, nima bahona qilamizki, keyingi sudni ham bir balo qilib, yangi bir sarguzashtlarni, yangi bir da'volarni ilgari surish uchun degan o nimada bosh qotirishyapti bular birlashib. Mana haligi mayli kim o'zaro birlashsin. Bular o'zi to'dasi bilan sharlatan mana bu qalloblar bo'lgandan keyin borib, juda bir xavfli unsurlar bo'lgandan keyin tushunsa bo'ladi endi. Bular ishi shu endi bularniki. Hammasi mana shunaqa. Lekin advokat, yurist degan odam nimaga bularga qo'shilib, bularni chizib bergan chizig'i bilan jinoiy harakatlarida aralashyapti. Mana shunga hayron bo'lyapman. Mana nima deb jabrlanuvchi nomi ostidagi Gulchapchap va uning haligi sopi Qurbonali tomonidan ishtirok etayotgan advokatlar nimaga bu harakatlarga, noqonuniy harakatlarga o'zi kirib boryapti bular. O'sha yerda ishtirok etyapti bevosita. Mana shu meni hayron qoldiryapti. Endi kim so'nggi kulgan odamning kulgusi hisob bo'ladigan bo'lsa, senlar tomosha qil. Senlar nafaqat bizning kulishimizni, butun xalq ustingdan kulishini tomosha qilib turgin. Ana so'nggi kulgu mana shu haqiqiy kulgu bo'ladi. Jirillama, o'yla, reja qil, nima qilsang qil, senlarni shu paytgacha to'qib kelgan mana bu rivoyatlaring, haligi zaif rivoyatlaring o'zini oqlamadi va senlar bu harakatlaring bilan nafaqat bu endi qutulib qolasan sen. Senlarni hammang qonuniy tomonlama javobgarliklaringni tortasan. Buni bot va bot aytib kelyapmiz. Faqat og'irlashtiruvchi tomonga o'zlaringni prepodnesti qilib, hali taqdim qilib kelyapsanlar. Og'irlashtiruvchi qilib. Borgan sari xato ustiga xato bo'lib hamki shu narsani anglagan holda, bilgan holda atay jo'rttaga shu xatolarni qilib yotibsan. Mayli. Tomoshada davom etamiz, kuzatishda davom etamiz, fikrlar bildirishda davom etamiz. Salomat bo'linglar aziz do'stlar.